barchaga. Bugungi darsimizning mavzusi psixologik bilimlar natija beradimi? Psixologik olingan bilimlarni qanday qo'llansa natija beradi? Psixologik bilimlar natija berishini isbotlaydi O'zbekistondagi barcha psixologlar, dunyodagi barcha psixologlar. Agar ular nimanidir o'rganmasa, nimanidir bilmasa, hayotida natijaga erishmasa, sahnaga chiqib yoki ijtimoiy tarmoqqa chiqib kimlargadir tahliliy seanslar, bilimlar, diagnostikalarni gapirmaydi. Aslida psixologik bilimlar har doim natija beradi. Faqat u har bir o'quvchining niyatiga yarasha natija beradi, harakatiga yarasha natija beradi, qo'llashiga yarasha natija beradi, maqsadiga yarasha natija beradi. Ya'ni bilimga bo'lgan niyat, bilimga nisbatan hurmat, bilimga nisbatan ishonch, bilimga nisbatan qadr hissi, ya'ni mas'uliyat hissi yaxshi natija beradi. Azizlarim, bitta san'atkor, bitta san'at asari, qo'shig'ini ommaga taqdim etish uchun, xalqni yuragidan joy olish uchun va mana shu qo'shiq orqali bir nechta to'ylarda xizmat qilishni niyat qiladi. Aynan bitta ona degan qo'shiq uchun u juda ham katta hurmat qozonadi, mehrini qozonadi butun O'zbekiston onalarini va juda ko'plar to'ylarga, tug'ilgan kunlarga aynan bitta mana shu qo'shig'i uchun ularni taklif qiladi. Ana endi mana shu qo'shiq ular uchun juda ham muhim ekan. Ular onalarni tug'ilgan kunlarida xursand qilish uchun, to'ylarda ona qo'shig'ini aytish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Qo'shiqqa katta mehr qo'shadi. Juda ham mahorat bilan yondashadi. Har xil musiqalarni qo'llab ko'radi. Har xil ko'ylarda bastalaydi. Juda ham unga mas'uliyat bilan yondashadi, katta mehr beradi va qo'shiqni ommaga taqdim etadi. Agar bu qo'shiq xalqni yuragidan joy olsa, demak bunda san'atkor zo'r natijaga erishadi. Jurnalist bo'lish uchun, mahoratli jurnalist bo'lish uchun, ijodkor jurnalist bo'lish uchun, taniqli jurnalist bo'lish uchun, o'z kasbini ustasi bo'lish uchun juda ham ko'p kitob o'qiydi. Ustozlardan bir necha yil ta'lim oladi, kitoblarni ko'p o'qiydi, chunki ularda so'z kuchi har doim muhim, so'zlari juda ham ko'p bo'lish kerak. Gapirishi, uslubi, ular ijodkor bo'lish kerak. Har bitta sohada ularga quyilib kelish kerak so'z. Shuning uchun ular o'z kasbiga nisbatan o'ta mahoratli bo'lishadi. Ana endi oilada ayol nega o'zini eri uchun, turmush o'rtog'i uchun, o'zi uchun, oilasini baxti uchun shunday munosabatda bo'lmaslik kerak? Nega u bugun erimni ko'nglini qanday olay deb bosh qotirmaslik kerak? Nega u izlanmaslik kerak? Nega u soatlab o'zida oilasi uchun ishlamaslik kerak? Jurnalist, birgina jurnalist kasbi uchun shunaqa harakatda. Sportchi ustozlar bergan bilimni qo'llayveradi, xatolari ustida ishlaydi, doim shug'ullanadi. Raqqosa o'z-o'zidan raqqosa bo'lib qolmaydi. Qancha yillar davomida raqs sirlarini o'rganadi. Boshida juda beo'xshov chiqadi. Boshida o'ziga ham yoqmaydi. Boshida o'sha raqsda erib ketmaydi. Raqsni san'at asari darajasiga yetkaza olmaydi. Lekin u men yaxshi raqs tusholmayapman, siz o'rgatganlaringizni qila olmayapman, tanam bo'ysunmayapti dedim. Yo'q, urinaveradi. U toki o'xshamaguncha harakatdan to'xtamaydi. O'xshamaguncha trenirovkadan to'xtamaydi. Shuning uchun u bir kun kelib o'zi xohlagan darajadagi mahoratli raqqosaga aylanadi. Nega endi siz o'zingizni farzandingiz masalasida xuddi shu bilgan bilimlaringizni qayta bolaga qo'llab, har xil uslubda qo'llab, vaqtingizni sarflab, izlanib, kitoblar o'qib, ustozlardan ta'lim olib, farzand masalasida o'zingiz ustida ishlamasligingiz kerak. Nima uchun ishlamasligingiz kerak? Nega bitta jurnalist uchun kasbi muhim, san'atkor uchun qo'shiq muhim, siz uchun farzand qay darajada muhim? Bilimlarni o'rganish qay darajada muhim? Kimlar natija ola olmaydi? Mas'uliyatsiz, javobgarlik ola olmagan, mustaqil fikrlamaydigan, erkin qarorga ega emas. Nega bilim olganini ham bilmaydi. Nima uchun kerakligini ham bilmaydi. Na psixologiya tarixini biladi, na psixologiya orqali yutuqqa erishganlarni biladi. Uni ongida faqat muammo va yana bitta psixologiya orqali ham natijaga erisha olmay, yana bitta muammo yaratmoqda. Shuning uchun psixologik bilimlar ishlaydi.
siz ma'lumotlarni olganda yoshligingizda eshitgan, ota-onangizdan eshitgandirsiz, kitobda o'qigandirsiz, o'qituvchingiz aytib bergandir, rivoyatlarga, hadislarga bog'lab tahlil qiling. Ha, men bu hadisda eshitganman, bu bilim bunga to'g'ri kelyapti, men bu rivoyatda eshitganman, bu bilim bunga to'g'ri kelyapti deb avvalo bilimga nisbatan hurmatni shakllantirib oling, ishonchni. Agar siz bilimga nisbatan ishonchni shakllantirmasangiz, bu yo'l to'g'ri emas desangiz, u bilim sizga natija bermaydi. U bilim sizda ishlamaydi. Chunki sizda niyat noto'g'ri. Shuning uchun psixologiyada qaysi yo'nalishdagi bilimlarni, oila yo'nalishidagi bilimlarni o'rganyapsizmi? Moliya, pul bilimlarini, orzu maqsad bilimlarini o'rganyapsiz. Nima deyapti u joyda? Qo'rquvingni ishla deyapti. Gumonlaringni tozala deyapti. Allohga bog'la deyapti. Harakatdan to'xtama deyapti. O'xshamaguncha o'rgan deyapti. O'zingni ruhan tayyorla maqsadingga deyilyapti. Hech qanaqasiga sizga umidsizlik yoki ishonchsizlik berilmayapti, ishonch berilyapti. Lekin kimnidir ichida noloyiqlik hissi o'ta kuchli bo'lsa, loyiqlik hissi kam bo'lsa, u chekinadi. U ortga chekinadi. Hattoki bilim olishga qaror qilmaydi. Hattoki bilimni o'rganishga qaror qilmaydi. Shunchaki qaror qabul qila olmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun avvalambor siz o'rganing. Ayolning holati qanday bo'lishi kerak? Erkakning holati qanday bo'lishi kerak? Ishda muvaffaqiyatga erkak erishishi uchun ayol tomonidan qanaqa ishlar bajarilishi kerak? Ayolning ichki holati, ayolning hissiyotlari qanaqa bo'lishi kerak? O'zingizda agar sog'lig'ingizda muammo bo'lsa, qanday xatolarni bajarib sog'lig'ingizda muammo bo'ldi? Nimalarni to'xtatishingiz kerak? Nimalarni o'zgartirishingiz kerak? Qanday xatoni qayta takrorlamasligingiz kerak? Bularni tahlil qiling, o'ylab ko'ring. O'zingizga chuqur-chuqur savollar bering. Har bir ijodkor yaratadi. Shoirlar she'r yozadi. Aktyorlar rol o'ynaydi. Aktyorlar ustozlari bergan vazifani bajarmasa, ularning rollari mahorat bilan o'ynay olmaydi. Rolni mahorat bilan o'ynash uchun ular 4 yil ustozdan gap eshitadi, 4 yil trenirovka qiladi, qayta. Keyin ham teatrda ishlaydi, keyin ham maslahat oladi, keyin ham kuzatadi, keyin ham kinolarni ko'radi. Butun dunyo, Gollivud, Bollywood, Hind aktyorlari, butun dunyo Amerikan aktyorlarini xarizmasini ko'radi. Ular kino ko'radi, tahlil qiladi, o'zida mana shu xususiyatni shakllantirishga harakat qiladi. Bir umr aktyorlar, san'atkorlar o'zini isloh qilishga harakat qiladi. Shaxs sifatida isloh qilishga harakat qiladi. Shuning uchun ham ular natijaga erishadi. Shuning uchun ham ular o'zlari istagan natijaga albatta erishadi. Agar ular bilimni olsa, aktyorlik mahoratini oshirmasa, ularni chiroyli rollarga taklif qilmaydi hech kim. Ularga katta pullarni to'lamaydi hech kim. Ular zo'r san'at asarlari yarata olmaydi. Shuning uchun siz psixologiyaga shunday yondashingki, avval o'rganing, qayta qo'llang va bir kun kelib mahoratli onaga, o'sha jozibali ayolga, erini barakasiga, eriga baraka keltiradigan ayolga aylanib qolganingizni bilmay qolasiz. Buning uchun esa bugundan birinchi qadam boshlanadi. Qadamni qo'ying va olg'a keting. Men ishonaman, agar siz tizimli, to'xtovsiz, doimiy ilm olsangiz, u ilmlarni hayotingizda bosqichma-bosqich qo'llasangiz, doim qo'llasangiz, albatta natijaga erisha olasiz. Har doim eshiting. Ustozning vazifasi o'z vaqtida bilim berish, ustozning vazifasi to'g'ri ilm berish va ma'lumotlarni berish. Sizning vazifangiz uni qo'llash, hayotingizda qo'llash, bajarish. Qila olmayapman, kechira olmayapman, yomon ko'rib ketyapman, xafa bo'lganman, unaqa gaplarni gapirishni to'xtatish. Men qila olaman, uddala olaman, seva olaman erimni, boricha qabul qila olaman erimni, tan ola olaman. Mana qaranglar, asosiy sir nimada? Muammo nimada? Ayolning muammosi ham, erkakning muammosi ham uni o'zgarishini kutishda. Shunchaki erkak o'zgarib qolmaydi. Uni o'zgarishini kutishda. Bugundan eringizga, millioner erkakka bo'lgan muomalani qiling. Bugun eringizga muvaffaqiyatli erkakka qilinadigan muomalani qiling. Bugun farzandingizga mashhur professorga qilinadigan muomalani qiling. Bugun farzandingizga muvaffaqiyatli liderga qilinadigan muomalani qiling. Hozir shu muomalani qiling. Shunda siz eringiz rivojlanganda, katta pul topganda uyalib qolmaysiz kamsitganingiz uchun.
hozirdan tasavvur qiling, mani erim hozir millioner bo'lsa, hamma ishlari joyida bo'lsa, yaxshi pul topsa, unga qanaqa muomala qilgan bo'lardim? Mana. Har kuni shu muomalani qilasiz. Ichingizdan his qilasiz va ishonasiz. Bu niyat va niyatning natijasi siz sababini amalga oshirasiz. Qay darajada eringizni omadli, barakali qilish Alloh qo'lida. Alloh u bandasini yaratgan, serqirra qilib, qobiliyatli qilib yaratgan. Faqat undagi mana shu xususiyatni uyg'otish kerak. Yana bitta ma'lumot bilib qo'ying. Erkak uylangandan keyin erkak bo'ladi. Uylanguncha u yigit, uylanguncha u bola va u bir umr onasi uchun bola bo'ladi. Onasi uchun bola bo'ladi. Faqat ayoli uchun erkak bo'ladi. U ayolining erkagi. Shuning uchun erkakni haqiqiy erkaklik mahorati, qobiliyati, erkaklik jasoratini uni yonidagi ayol uyg'otadi. Ana endi bu ayolning ilmi, mahoratiga bog'liq. Bu bilimlarni eshitib, o'zingizni ayblab, men uni bilmayman, buni bilmayman, men aybdor ekanman deb o'ylamang. Siz aybdor emassiz. Shunchaki agar bilim olsangiz, bundan-da go'zal yashaysiz. Munosabatlaringiz yanada yaxshi bo'ladi. Men bu bilimni olmasangiz ajrashib ketasiz, eringiz tashlab ketadi deya olmayman. Bilim bilmagandan keyin insonda katta quvvat ketadi. Men buni shunday izohlayman. Men tasavvur qiling, sartaroshga, stilistga, ayollar sartaroshiga qiz bola yoki ayol kishi shogirdlikka bordi. Stilist sartarosh bitta sochni 20 minutda kessa, u 4 soatda kesadi, terga tushib ketadi, qiynaladi, chunki bilmaydi, mas'uliyat katta. 4 soat vaqti, katta kuchi, yana xijolat bo'lib turadi. Mijozga soch kesilgani yoqdimi, buzib qo'ymadimmi, u xohlagandek chiqdimi degan bosim bo'ladi. Lekin mahoratli, tajribali sartaroshda bu bo'lmaydi. Mana chiroyli qilib kesib qo'ydim, siz xohlaganda deydi, vaziyatdan chiqib keta oladi. Agar noto'g'ri qilib qo'ygan bo'lsa ham. Ayol erkak munosabati ham shunaqa aslan. Siz har doim xatoingizni to'g'rilaysiz, ko'ngliga tegib qo'ygansiz, joyida aytasiz, uzr so'raysiz, yaxshi gapirasiz, xatoingizni to'g'rilab ketasiz va erkak munosabatida siz har doim o'zingizda bilim bo'lgani uchun to'g'ri amallarni bajarib, mazza qilib baxtli ayol bo'lib yashaysiz. Shuning uchun psixologik bilimlar natija beradimi deganda, psixologik bilimlar natija beradi. Qachonki siz to'g'ri kurs tanlasangiz, o'zingizga savol bering. Siz umumiy, ommaviy 1000 ta, 2000 ta, 100 ta, 200 ta ayol qatnashadigan, psixologning tushingizda ham ko'rmaydigan video kurslarni sotib olayotganingizni oldindan biling. Yoki qaysidir audio kursni siz o'zingiz mustaqil o'rganish kerakligini oldindan biling, oldindan tayyorlaning, shuni qabul qiling. Ha, men shunga yarasha pul to'ladim va buni o'zim o'zlashtiraman, o'zim natijaga chiqaman, o'zim qo'limdan kelgancha, ongim ochilguncha qabul qilaman deng. Siz o'zingiz umumiy, ommaviy gruppada, psixologning tushingizda ham ko'rmaydigan gruppada, qaysidir vebinarda uni chiroyli gaplarga uchib, kurs sotib olib, keyin afsuslanib, eshitmasdan agressiya qilmang. U sizga va'da berdimi? Men sen bilan jonli ishlayman, men sen bilan retret o'taman, men sen bilan konsultatsiya o'taman demadi-ku. Vebinarda surishtiring, administratordan so'rang. O'zi bu kurs qanaqa uslubda olib boriladi deng. Tayyor video dars qilib studiyaga borib olib qo'yganmiz deydi sizga, aytadi. Yo'q, men energiyam buni ko'tarmay, hali men ichimdagi agressiyalarni chiqarmaganman, hali savol javob qilmaganman, ongim ko'tarmay, mustaqil ta'lim oladigan ongda emasman deb qaror qabul qilmang. Yoki ha, men mustaqil ta'lim oladigan ongdaman, men coach o'qiganman, kurslarda o'qiganman, jvoy retretlarda qatnashganman, meni tanam bunga tayyor, meni ongim tayyor deysiz va bilim olasiz. Boshlang'ich etapda o'zingiz mustaqil ta'lim ola olmasangiz, bu qarorni qabul qilmang. Juda ko'pchilik o'quvchilar o'zlari arzon kurslarni qidiradi, keyin o'zlarini qarorini o'zlari hurmat qilmasdan bilimni o'rganmaydi, qo'llamaydi, eshitmaydi, o'zicha psixologga jahl qilgan bo'ladi, o'zicha administratordan achchiq qilayotgan bo'ladi, lekin vaqt o'tib ketib qoladi, kurs o'chib ketishi mumkin yoki sizni qiziqishingiz bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qaror qabul qilayotganda men bu pulni qanaqa kursga to'layapman deb savol beringlar o'zlaringizga yoki administratorga savol beringlar. Qanaqa bo'ladi buni qonun qoidasi? Men nima olaman deb realniy savol beringlar. Shuning uchun azizlarim, agar rostdan ham noto'g'ri kurs tanlab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha darsda juda ichki qarshiligingiz kuchayib ketsa, bu vaziyat qaysidir og'rig'ingizni ko'tarib yuborgan bo'lsa, sizga psixologning bu vaziyati adolatsizlikdek tuyulsa, siz
oshxonada osh qilayotganingizda, uy uborka qilayotganingizda ham shu safar shu kursni baribir eshiting, imkon qadar natija olishga harakat qiling. Lekin bu sizga yoqmadimi? Qayta bitta xatoni qilmang. Yana kurs sotib olavermang. Juda ko'p ayollar menga yozadi. Guruh lichkamda kurs ko'p, men ko'p kurs sotib o'qimaysizmi, sotib olmang. Sotib oldingizmi, o'qing. Eshitmaysizmi, sotib olmang. Sotib oldingizmi, o'qing. U sizni pulingiz. U sizni qaroringiz. O'zingiz qabul qilgan qarorni o'zingiz hurmat qiling. Men sizga bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Har biringizga oilaviy baxt, baraka, farzandlaringizga yetuklik, sog'lomlik tilayman azizlarim. Ramazon oyida hayotingiz bundan ham go'zal, bundan ham chiroyli bo'lsin. Kutmagan joylardan, g'oyibidan Alloh o'zini barakasini, omadini yog'dirsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi uchrashuvlarimizda ko'rishguncha kommentariyada keyingi darsimizning mavzusi qanaqa bo'lishini yozib qoldiring. Menga savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Albatta aktiv bo'ling. Bugungi darsdan nima oldingiz, nima tushunchaga ega bo'ldingiz, qanaqa qaror qabul qildi va sizga nima berganini yozib qoldiring. Men har biringizning kommentariyangizni o'qiyman.